Lokomotivning yana bir hujumi. Nurulloyev yana yuqoridan xavfli vaziyat, zarba va gol! Lokomotiv hisobni ochmoqda. Abdulloh Yo'ldoshev hujumga chiqib gol urib kelyapti. Lokomotiv uchun. Va nishonlar vaziyatni ko'rishingiz mumkin. Mana zo'r urdi. Abdulloh Yo'ldoshev to'pning sho'ng'ishini aniq hisoblab olib, darvozaga yo'lladi. O'zi ham egilib e'tibor bering. Bu ajoyib gol. Bu yuqori IQ egasiga xos bo'lgan gol. Himoyachilar albatta bu yerda aybdor. Markazdagilar qo'rqlovsiz qoldirdi raqibni. Buning uchun va pasni ko'rdingiz, xavfli vaziyat. Shodiboyev aldadi, zarba yo'lladi va himoyachi qaytarmoqda. Ikkinchi urinish va gol! 2-0 Sardor Mirzayev. Ko'rishingiz mumkin mana. Shodiyor Shodiboyev bo'sh qolgan edi. Chalg'itdi Usmon Aliyevni. Mana bu zarba qaytarildi. Keyingisida o'zaro bir-birini juda yaxshi tushundi. Turopov edi adashmasam. O'zi zarba bermadi-da, pas berdi Sardor Mirzayev tomoniga. Ko'pchilik zarba kutganda u Sardor Mirzayevning to'p bilan ta'minladi. Qoldorxonov Usmon Aliyevning uzatmasini ko'ramiz. Ikkinchi qavat orqali himoyachilar yo'l bermadi zarba uchun, imkon qoldirishmadi. Ikkinchi temp Ahmadjonov, Andronikashvili sinab ko'radi va o'zini aldab o'tdi. Endi zarba berdi va ajoyib gol urmoqda. Andronikashvili baribir uraman dedi. Birinchi himoyachi chiqib kelganda aldab o'tdi. Zarba beraman nima qilsang ham shu safar dedi va darvozashvili o'yinga intrigani qaytarmoqda. Ularga umid uchqunlarini ham berdi. Mana qarang, birinchi himoyachidan o'tdi, ikkinchisiga kelganda zarba berdi. Zarba ham shunaqa berildiki, ortidan o'sha pult bilan boshqargandek kuzatib turdi. To'pning borishi ajoyib. Trayektoriya o'ziga xos edi. Texnika yuqori bo'lsa, mana shunday gollarni urish mumkin. Kuba o'sha tomonga yo'naltiraman deya, ha, shunday bo'ldi. 2-2. Andijon hisobni tenglashtirdi. Qari tulki Cheran gol muallifi. Mana nega tashlandi u. Mana u qanday o'yinchi. Zaman desa. Darvozabon maydonchasiga yetkazaman dedi va yetkazdi. Cheran harakat qilmasdan deyarli bir nuqtada turib, shunchaki to'p yo'nalishini kuzatib turib gol urib ketyapti. Bu o'ta katta tajriba. O'ta katta tajriba evaziga keladi bunday gollar. 2-2 intriga qaytdi do'stlar. Hammasi 0 dan boshlanadi va qisqa fursat ichida g'alaba uchun harakat qilib. Uzatmani kim beradi? Zarba ko'ramizmi? Ivanovdan zarba ko'rdik. 3-2 Lokomotiv oldinga chiqib olmoqda yana qaytadan. Ivanov. Mana sizga